Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolar. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz yurak bo'yicha suhbatlashamiz. Yurak kasali bo'yicha. Bizning Nur Aziz avalan boshlab 2026-yil yangi yil bayramlaringiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Butun O'zbekiston barcha viloyatlarni va qo'shni davlatlarni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bugungi temamiz yurak sohasi bo'yicha, yurak kasali bo'yicha suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida yurak kasali bo'yicha har qanday yurak kasalining turlariga shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Bizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Mani yuragimga klapan qo'yish kerak ekan. Mani yuragimga stent qo'yish kerak ekan. Mani donoriga yuragimni almashlash kerak ekan. Jarrohlik yo'li qo'llash kerak ekan degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi va men bir marta stent qo'ydirganman, 2 marta stent qo'ydirganman degan bemorlar uchraydi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malhamlar, siroplar yordamida bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda har qanday yurak kasaliga shifosi bor deb tavsiya qilaman. Hech qanday yurakni donorga almashtirish shart emas. Yurakka klapanlarga stent ham qo'yish shart emas. Jarrohlik yo'li umuman qo'llash shart emas. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar yordamida yurak klapanlaridagi tromblar ham ochilib ketadi. Stent ham qo'yish shart emas. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malham siroplar yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Yana bir bora kirib kelayotgan yangi yil 2026-yil bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod qilaman. Tabriklayman hammangizni. Dard bergan egam darmonini ham berib qo'yibdi. Faqat yana bemorlarimiz bizni aytganimizdek qilib o'z vaqtida giyohlarimizni, siroplarimizni iste'mol qilsa kifoya. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Layklaringizni bosaveringlar. Bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning qudrati ila muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi efirlargacha deyman. Yana bir bora 2026-yil yangi yil bayramingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Layklaringizni bosaveringlar. Kelgusi yillarda bemorlar hech ham bo'lmasa deb Allohdan so'rab qolamiz.